Salam qadrlik savdoshlar, bugun biz yangi o'quv ingliz tilida birinchi qismninki 29-30 darsni o'rganib o'tamiz. Biz hozirgacha o'rganib o'tdik, ya'ni kesim fe'l bilan, ya'ni bo'lsa, bo'lsam, bo'lsang degan fe'l bilan jumla tuzishni o'rganib o'tdik. Ham buni nihoyat ko'p mashq qildik, sizlar nihoyat yaxshi gallab ketdinglar. Hamda biz haqiqiy fe'llar bilan jumla tuzgan chaqda zot ahvol qanday bo'ldi? Ya'ni biz burun o'rgangan shu tartib bo'yicha kelamdi yoki jumlaning har qaysi tarkiblari. Masalan, ega, xabar to'ldiruvchi, o'rin, vaqt degandek narsalar zot jumlaning qanday yerida keldi? Ya'ni Uyg'ur tilidagi jumlaning tartibi bilan qanday o'xshashlik bor deganni o'rganib o'tamiz. Undan boshqa biz must, ya'ni zarur, kerak, cho'qim degan gap bilan tuziladigan jumlalarning tartibini ham buningki savol jumlasini yasashni o'rganib o'tamiz. Darsda iltabir 29 darsning so'zliklari. Birinchi so'zning birinchi tovushi nimkan ishga. Ishqani qo'sak shot, qo'sak shot. Shot degan gap yepish, etish degan gap. Ya'ni ishni yepish yoki etish deymiz-ku. Shot, yepish, etish. Anondan keyin og'zini yumishdiki, yumish qilib ishlatamiz, İkinci sözün birinci tavuş nima ekan? Bihga. Bihqani qo'sak bat, ni qo'sak bat. Nayt tiz alsizlar, ama en so'z sangli bo'lmaydi. Akin imkan roomga. Undasa bedroom. Bedroom. Yani bedroom degan chaqda roomni so'zaro sanglim bo'ldi yoki qisqa sanglim bo'ldi. Bedroom. Bedroom degan gap, ya'ni yataq, uy degan gap. Bed degan karvat degan gap. Karvat qo'yilgan uy. Biz nima deymiz odatda? Yataq uy deymiz, bedroom. Ama sözün birinci tavuş nimken a'ga, a'ni qo'sak an. Aniki nimken t'ga, t'ni qo'sak tay, t'ga i'ni qo'sak, ma i'ni so'zlab o'qiymiz deb o'rgandik-ku. Tayga d'ni qo'sak tidy. Undasa untidy. Endi qarasanglar bu yerdagi urg'u tidy ekan. Undasa anni tuvan oldi ekansizlar. Untidy. T'ni ko'tardi ekansizlar, untidy. Untidy degan qalaymiqan degan gap. Asli tidy degan ratlik degan gap. An odatda yani süpetlerini ta'tirsiz görüydü-da, untidy, yani qalaymiqan. Mesela unhappy desek, ko'ngil yerim degan gap, happy degan xushal degan gap. Shunga o'xshash ta'tirsiz görüydü-da, on. Keyin so'zning birinchi tavushi nimkan? M'gani qo'sak mustni qo'sak must, t'ni qo'sak must. Must degan cho'qim, jazman, zarur degan gap, Ama sözün birinci tavuş nimken o'ken, qo'shimcha tavush o'ken, aniki nimken p'ga, p'ni qo'sak p, ni qo'sak pin. Open. Open degan echish degan gap, echish. Har qanday narsani echishga open deymiz, open. Keyingi so'zning birinchi tavushi nimken aka. A'ga ni qo'sak air, air. Yani air desanglar bo'ldi, xato emas, air. Amerika ingliz tilida bu, tiz elinde air. Air degan asli ma'nosi ism bo'lgan chaqda havo degan ma'nosi bor. Fe'l bo'lgan chaqda havo almashtirish degan ma'nosi bor. Bugungi darsimizdagi ma'nosi fe'llik ma'nosi, ya'ni havo almashtirish degan gap. Ma so'zning birinchi tavushi nima ekan? P'ga. P'ga ni qo'sak p, t'ni qo'sak put. Ammo ni qanalimiz degan to'q Başka tərəfdə azraq qulağı çıxıb qalğan öhni deb laltıq. Yəni deməkçi bir erib qalğan çağımızda degəndəki deyə, emas deyə. Ondan sonra ni qo'saq ni qo'saq put. Put degan gap qo'yish degan gap, qo'yish. Endi ma so'zning birinchi tavushi nimkan, keyingi so'zningki birinchi tavushi k-ga, ikkinchi tavushi nimkan l-ga. L-ga qo'saq low. Andan keyin tilni tishlagan z-ga deb o'qiymiz-ku, clothes. Ya'ni bir odatdagi z ekan, undan so'ng clothes. Ya'ni yak bo'lsa clothes deb lam keyingi zinna tuvan oson bo'ldi. Clothes. Ya'ni kiyim-kechak degan gap, kiyim-kechak. Endi ma so'zning birinchi tavushi nimkan wahga. Ya'ni eg'iz o'tirg'iz qilib ishkang'ichilgan wahga. Wahga on qo'saq wa. Ma on nim dedik? Atma emas, eshak emas, ya'ni ovm emas, am emas, shuni o'tirsiz tavush dedik. Nasa wa, ni qo'saq were. Anki nimkan d bilan re birlashsa j deb o'qiydik. J ni qo'saq joe. B ni qo'saq job. Wardrobe. Wardrobe degan gap, ya'ni kiyim shkabi degan gap, wardrobe, yani kiyim shkabi. Urg'u 5 ekan, shuni 5ni kuchli qolasizlar.
Endi mana so'zning birinchi tavishni nima ekan, keyingi so'zniki dihga. Dihqani qo'saq dustni qo'saq dustni qo'saq dust. Dust degan gap chang to'zanni surtish degan gap. Aytish debni qo'yamiz Zag'irnon tilida. Asli ma'nosi chang to'zan degan ma'nosi bor. Bugungi tekstik ma'nosi fe'llik ma'nosi, ya'ni chang to'zanni surtish degan gap. Aytish, surtish degan ma'nosi bor. Ammo so'zning birinchi tavishi nima ekan? Shga. Ikkinchi tavishi nima ekan? Ya'ni W ekan, W ni eg'iz o'tirg'i qilib ishga qilgan wahda. Wahqa ustiga chekit qo'ygan i'ni so'zlab o'qiydik. Weep. Qo'shsak weep. Sweep, ha? Sweep. Sweep degan gap supurish degan gap, ha? Supurish. Endi bütün sözlükni o'qilish, ha? Shut, yepish, itish, yumush. Bedroom, yatak uy. Untidy, qalaymaqan. Must, cho'qim, jazman. Open, etish. Air, hava, hava almashtirish. Put, qo'yish. Clothes, kiyim-kechak. Wardrobe, kiyim ishkabi. Dust, chang to'zanni surtish. Chang to'zan. Sweep, supurish. Shut, bedroom. Untidy, must. Open, air. Put, clothes. Wardrobe, dust. Sweep. Endi tekst qarab boqaylik. Tekst nima to'g'riliq ekan? Come in and me degan tekst ekan. Ya'ni come in degan kirish degan gap. Ami degan gap odamning ismi, ha. Come in and me degan gap, ya'ni kiring ami degan tekst gap. Yani bu tekst nima to'g'riliq ekan degan chaqda Jones xonim degan bir xonim bilan uningki uyda ishlaydigan oila xizmatchisi o'tirishga boran ekan, ha. Alik Jones xonim debdi, come in and me dedi. Ya'ni ko'z oldimizga odamga gap qanchaqda you deb jurmaymiz dedim qo'y, ya'ni siz kiring deb jurmaymiz. Come in, ya'ni o'tinish, buyruq yoki unda shaklda qarshi tarafga ko'z oldimizga deb qanchaqda qana qilamiz degan to'q bevosita deymiz, siz mana qiling deb jurmaymiz degan to'q. Come in and me dedi. Ami kiring dedi. Shut the door please. Shut, yeping. The door, eshikni, please. Xapamay eshikni bitang dedi. This bedroom's very untidy. Okay. This bu bedroom. Yatak uy is. Yani demek narsalarning keyin bir pash qo'yib aslini qo'ysak nima bo'ldi? Shu narsa bo'lsa degan ma'no bildirdi. Mesela these bedrooms, deb bedroomning keyin bir pash qo'yib aslini qo'yishni bilgan, bu yatak uy bo'lsa. These bedrooms very untidy. Yani naiti qalayimqan bo'lib ketibdi. What must I do? Mrs. Jones. Jones xonim, men nima qilishim kerak? Yani nima qilsam bo'ldi? Nima qilib birman? dedi. Yani what must I do? What must I do degan gapning qanday kelishma biz grammatika nuqtasi so'zlaymiz, ha. Men nima qilishim kerak? Jones xonim dedi. Open the window. Open the kitchen. The window. That is nature. And air the room. Uyning havosini almashtiring. Then degan undan keyin degan ma'nosi bor ingliz tilida. Then undan keyin put these clothes. Yani qo'ying bu kiyim-kechaklarni in ichiga. The wardrobe. Yani nimning ichiga, yani kiyim shkafning ichiga qo'ying deydi. Hamda ingliz tilida put bilan in birlashib ichiga qo'yish, ichiga selish degan ma'nosi chiqadi. Then undan keyin put these clothes in the wardrobe. Undan keyin bu kiyim-kechaklarni kiyim shkafiga solib eting. Then make the bed. Endi make the bed degan karvatni tuzashtiring degan, tuzashtirish degan ma'no chiqadi. Yani yig'ishtirishmi deb qo'yamiz-ku, karvatni yig'ishtiring. Dust the dressing table. Yani grin ustilni surting. Yani to'polab ketibdi demakchi. Then undan keyin sweep the floor. Yani polni supuring. Demakchi bütün tekst shu ekan, ha. Avval biz grammatikalik nuqtaga qarab boqaylik.
Endi bu dersimizga intayin muhim bir grammatikalik nokta bo'lsa, aldığından bizga deb qo'ydiganimiz ingliz tilida biz hozir o'rganib ketdik. Yani kesim fe'llar bilan jumla tuzishni o'rganib ketdik. Yani kesim fe'l deganimizda bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa degani biz ingliz uyg'ur tilida kesim fe'l deydik. Ingliz tilida be fe'lim deydi. Yani be verb deydi yoki be fe'l deydi. Uyg'ur tilida buni kesim fe'l deymiz. Bu kesim fe'l degani nima degan chog'da bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa. Bo'lsam, bo'lsanglar degan gapni biz kesim fe'l deymiz. Endi biz hozir qanday qildik? Buningki qandaq jumla kelgan chog'da, mush kesim fe'llar bilan jumla tuzgan chog'da jumlaning tartibi qanday bo'ldi? Uyg'ur tilida o'xshash bo'ldi. Biz buni o'rganib ketdik, ham nihoyat ko'p mashq qildik, sizlarni yaxshi bilib ketdinglar. Endi biz bugun so'zlaydiganimiz, deb qo'ydiganimizdan oldi bilan yoki so'zlaydiganimiz desam bo'ldi. Yani haqiqiy fe'llar kelib qolishi. Masalan, bo'lsam, bo'lsang, bo'lsa degan anda chiqar ekan. Unda bo'lsa, uxuldim, yotdim, aytdim, mangdim, o'qidim degan gap bo'lib qolib qolsa, men zodi ingliz tilida qandaq shaklda buni ifodalayman. Endi javob nihoyat oddiy. Ya'ni ingliz tilida kesim fe'ldan kelgan jumlaning tartibi Uyg'ur tilidagi cümlenin tertibiyle o'xshashdi. Lekin haqiqiy fe'l, yani hareketni bildiradigan fe'l ishlatiladigan jumlada bu tertib Uyg'ur tiliniki bilan o'xshamaydi. Masalan, yetish, uxlash, kulish, o'qish degandek gaplar bilan ifodalanadigan jumlaning tertibi Uyg'ur tiliniki bilan o'xshamaydi. Yani bundaq hareketni bildiradigan fe'llar kelib qolgan chog'da ingliz tilida, ya'ni mush fe'llar bilan jumla tuzgan chog'imizda kelib qolgan chog'imizda emas, nihoyat ko'p keldi bu. Mushda hareketni bildiradigan so'zlarni jumla tuzgan chog'imizda qanday keldi degan chog'da ingliz tilining tartibi manda bo'ldi. Cho'ng jihatini olib aytgan chog'da buning ushaq nalarni oldirmay o'rganamiz. Avval igi keldi. Igi degan nima? Igi degan hareketni qilguvchi. Hareketni kim qilgan bo'lsa shu igi olsun, kim qilgan bo'lsa shu igi olsun deymiz-ku. Hareketni kim ep bo'lgan bo'lsa shuni biz Uyg'ur tilida ega deymiz. Endi keynidan xabar keldi ingliz tilida. Diqqat qilinglar, keynidan xabar keldi. Ya'ni fe'l keldi. Hareketni bildiradigan fe'l keldi. Hareketni bildiradigan fe'l keldi. Ya'ni hareketni bildiradigan fe'l deganimiz nima bo'ldi? Uxuldim, yotdim, kuldim degandek yoki suv ichdim degandek mush harakatni bildiradigan fe'l keldi. Anondan keyin to'ldirg'ich keldi. To'ldirg'ich degan nima degan o'tgan bir qisqalam deb o'tib ketdim. To'ldirg'ich deganimiz Uyg'ur tilidagi nimani kimden, nimidin deganga savol javob bo'lib keldigan, ya'ni javob bo'lib keldigan bo'lakimiz Uyg'ur tilida to'ldirg'ich deymiz, ingliz tilida o'xshash. Ya'ni hareketni bildiradigan xabar kelgandan keyin nima qilgan? To'ldirg'ich kelgan. Anandan keyin o'rin keldi. Zat bu hareketni nada qildi degan gap keldi. Eng aqsida qachon qildi bu hareketni degan gap keldi. Shuning bilan mukammal bir jumla chiqdi ingliz tilida. Endi Uyg'ur tilida-chi Uyg'ur tilida ega to'ldirg'uchi, anonki vaqt, anonki o'rin, anaqisda xabar keladi. Masalan, manalda baqala, beshanlar aylanib ketmasin. Men uni tungi maktabda ko'rgan deymiz. Kim ko'rdi? Men ko'rdim. Kimni ko'rdim? Uni ko'rdim. Qachon ko'rdim? Tunigun ko'rdim. Nerede ko'rdim? Maktabda ko'rdim. Nima ish qildim? Ko'rdim. Shunaqa. Ya'ni bizning Uyg'ur tilida Uyg'ur tilida fe'l deganimiz, ya'ni xabar jumlaning eng aqsi keldi. Bu endi nim bo'lib bunda farq chiqib qoldi o'xshagan tillar degan chog'da balkim shu millatninki shu uzoq zaman jarayonidagi psixologiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb qarayman o'zimcha. Shunday yoki emasdir. Ya'ni inglizlar burundan boshlab yoki xil uzundan boshlab nayti nima qilib kelgan degancha oldirashlik tushib o'tgan. Shunlashqa O'zbekiston kil xabarini deydi qaranglar. Biz bo'lsak
igisidan keyin jarayonni deb eng oxirida xabarni haqi bildiramiz. Endi inglizlarda unda nim bo'lmasligi mumkin. Ya unda iliqi bir odamda bo'ldi-ku, ba'zi vaqtlarda ba'zi narsalarga qana qilamiz, ya'ni sabr qilamiz. Inglizlarda unda sabr bo'lmasligi mumkin. Ham sabr bo'lmasligi mumkin deganimizning yana bir ma'nosi bularning vaqt intam qis bo'lishi mumkin. Bir odam jarayon so'zlab aniq xabarini desa, yani aldiroq bo'lishi mumkin desak bo'ladi-da. Nima shu o'g'inni avval bilgisi keldigan. Shunlashqa ingliz tilining tartibi Uyg'ur tilining bilan butunlay farq qiladi. Oddiy bir gapni qilsam, oddiy bir jumla desak, men uni tuningan maktabda ko'rgan. Okay. Men bu gapni deb qo'yish, men uni tuningan maktabda ko'rgan. degan gapning anglaqis ko'rgan degan gap chiqdi. Bizning anglasiz deb belgimoqchi o'g'limiz nima qarish tarafga? Mening uni ko'rganligim. Nari ko'rganligim, qachon ko'rganligim amaliyotda bak muhim bo'lmasligi mumkin. Inglizlar ham shuna deb qaraydi. Shunlashqa buni jumla anglaqisi qo'ydi. Shunga inglizlar qanday deydi bu jumlani degan chaqda, men uni tunugun maktabda ko'rgan degan jumlani men ko'rgan uni maktabda tunugun deb ifodalaydi. Ya'ni bu yerga jarayon qanday? Intayin bu yerga jarayon inglizlar uchun muhim bo'lmasligi ham buning natijasi eng muhim bo'lishi mumkin. Lekin biz uchun jarayon balki hozirga tushunib bo'lishi mumkin. Jarayon muhim bo'lib qolgan. Shunga bizning tilimiz nima? Yani jarayonni asas o'rin qo'yib oldi deydi. Inglizlar natijani oldi qo'ydi, ya'ni natijani asosli o'rin qo'yib, ya'ni egining keyindan natijasini deydi. Masalan, men uni tunugun maktabda ko'rgan. Bu gapni deb bo'g'icha anglaqisiga ko'rgan degan gap chiqsa, biz saqlab turishimiz kerak. Lekin inglizlar qanday deydi? Men ko'rgan uni maktabda tunugun deydi. Yani demakchi qachon ko'rganini teximdan bak muhim emas degan gap anglaqis qo'ydi. Mening tushunishim shu. Sizlarmi buni eson tutgan chaqda mushu psixikadan yoki mushu tushuntirishdan o'z insondan ishtik tuta olasiz. Masalan, inglizlar natijani yuqori qo'ydi. Shunga egidan keyin xabar keldi. Ya'ni nima ish qilgani keldi. Undan keyin nimani ya kimni ya qanday ishni qilgani keldi. Undan keyin nada qilgani keldi. Anaqisda qachon qilgani keldi. Endi Uyg'ur tilida bizningki avval kim qilgani keldi, anandan keyin cho'ng jihatdan olgan chaqda, buning yana nurg'un jumlaning nurg'un boshqa bo'laklari bor. Cho'ng jihatdan olgan chaqda. Angldan kimning qilgani keldi, aniki nimni yoki qanday ishni qilgani keldi, anandan keyin qachon qilgani keldi, aniki nada qilgani keldi, anaqisi nim qilgani keldi. Masalan, men bir gapni desam, men buloq boshidan yo'lga chiqib 8 qavat kelgan chaqda taksinin yil chiqib, u yerdan tushib, birinchi yo'l avtobusga almashib, tibbiy universitetga berib, u yerdan 8-yo'l avtobusga almashib, Moliya institutiga berib, u yerda do'stim bilan ko'rishdim. Amaliyotda bizning demakchi o'g'limiz nima qarish tarafga mishada? Bizning demakchi o'g'limiz birli gap. Ya'ni men Moliya iqtisod institutiga berib, shu yerda do'stim bilan ko'rishdim degan demakchi. Lekin bu oraliqdagi jarayon shunchalik o'zim. Ya'ni men taksiga tushdim, taksining yilchi ketdi, avtobusga almashdim, avtobusdan yana biz avtobusga almashdim, aqsti berib do'stim bilan ko'rishdim. Do'stim bilan ko'rishdim degan gapni anglash uchun shunchalik uzun vaqt saqlashga to'g'ri keldi. Endi ingliz tilida men ko'rishdim do'stim bilan deyib, anondan keyin avtobusdan yil chiqib, avtobus almashib, anondan keyin berib deb qo'ydi. Shuning bilan gap tugaydigan demakchi, bu matil yaxshi, atil ashk deganlik emas, yoki matil ilg'or, matil tuvan deganlik emas. Bizning tilimiz eng suyimlik, eng qadrli til. Ya'ni bu yani haqiqiy harakatni bildirgan fe'llar bilan kelgan jumlalarningki tartibini tutgan chaqda mushni eson tutsanglar, esondan chiqatmaydi. Shunga bir oddiy jumlani degan chaqda men uni tunugun maktabda ko'rgan degan gapni ingliz tilida men ko'rgan uni maktabda tunugun deb ifodalaydi. Ya'ni ingliz tilida nima kelgan? Avval egi kelgan. Anondagi xabar kelgan. Xabar nim qilgani kelgan. Anondagi nimani qilgani. Yani to'ldiruvchi deymiz buni. Kimni, nimga degan gapni-chu.
to'ldirg'ich kelgan, anandan keyin o'rin kelgan, nada qilganing kelgan, eng aqsida nima kelgan, ya'ni vaqt qachon qilganing kelgan. Mushu ingliz tilining qilib ketgan, ya'ni cümle tertibi. Yani ma'lum bir fe'lni bilib olsanglar, shu fe'l orqali avval egin deb, andan keyin shu fe'l deb, andan keyin uni to'ldirishsin deb, andan keyin o'rinni eng qisqa vaqt deb qo'ysanglar, ingliz tilida cümle xato bo'lmaydi. Bu ingliz tilidagi, ya'ni harakatni bildiradigan fe'llar bilan cümle tuzishninki qoidasi. Yani mush qilib bo'yicha ma'noda bir ömür, yani en yukarı cümle tertibigacha muşundaq ma'noda. Yani bir hareketni bildirgan cümle bilan cümle tuzgan chog'imizda avval kimning qilganda ekanmiz, anki nim qilganda ekanmiz, anaki nimini qilganda ekanmiz, andan keyin nada qilganni o'rinni deyotganmiz, eng aqsa vaqtda deyotganmiz. Ma'lum Məndən bəzi vaqt ən oldiga keldi, yoki ən aqsa keldi. Müştal bilib olsangiz bu hozircha vaqt ingliz tilidagi haqiqiy fe'llar bilan jumla tuzilgan jumlalarda yoki eng oldiga keldi ekan, yoki eng beshiga keldi ekan. Eng beshiga kelgan chog'da yoziq tilida bir pesh qo'yitimiz, shu bo'yicha ma'noda, ha. Shuning bilan bugun tunji qatimliq sizlarningki haqiqiy fe'l bilan jumla tuzishning tartibi mushunga oxirlashdi. Endi bizningki darsimizdagi ikkinchi grammatikalik nuqta what must I do. Buni men tekstni nayt qisqa tushuntirib o'tgan chog'da bir deb o'tib ketdim. What must I do degan men nima qilishim kerak dedim. Endi must degan nima dedik? Cho'qim, jazman dedik. Do. Endi bu gap chiqmagan do qaranglar, olgan chog'da diqqat qilinglar. Do deb u deb olsanglar bo'ldi. Lekin haqiqiy inglizlar endi bu ifodalayamadi muhmidim. U ga yaqin chiqadi. U bilan uning o'tirisida oldi. Do. Do. U bakroq qilishib qoldi. Uyg'ur tilidagi uzumdagi uga bakroq qilishib qoldi. Do. Do degan inglizdagi umum fe'l. Umum fe'l deganimiz bu qilish, etish degan gap. Mana buni har qanday tilda umumiy fe'l deymiz. Ya'ni har qanday tilda bir umum fe'l oldu. Masalan, Uyg'ur tilida deymiz, telefon qilish, tomoq etish deymiz. Etish, qilish, ma'lum bir ishni qilish deymiz. Ya'ni qilish, etish degan ma'nosi chiqadi. Endi bu must bilan jumla tuzgan chog'imizda, must bilan jumla tuzgan chog'imizda jumla tartibi qanday keldi degan chog'da jumla tartibi boy deganimga o'xshash, lekin must haqiqiy harakatni bildirgan qilishning oldiga keldi. Ega keldi, must keldi, anonga harakatni bildirgan fe'lni olib qo'ysanglar bo'ldi. Undan keyin o'rinni, vaqtni qo'ysanglar bo'laverdi. O'rinni, vaqtni qo'ysanglar bo'laverdi. Masalan, I must do. Men cho'qim qilishim kerak. Mustning bu yerda nima ma'nosi chiqadi Uyg'ur tilidagi? Cho'qim kerak degan ma'nosi chiqadi. Cho'qim menda qilishim kerak degan ma'nosi chiqadi. I must do. Men cho'qim qilishim kerak. Endi ingliz tilida must bilan yoki should cho'qim degan ma'nosi chiqadi. Buni keyin so'zlaymiz. Can qila olayman, aytalayman degan gap, could qila olaydim, aytalaydim degan gap. Bular kelgan chog'da jumla tartibi qanday keldi degan chog'da ega keldi. Must, should, can, could keldi. Andan keyin haqiqiy harakatni ifodalovchi fe'l keldi yoki kesim fe'l keldi. Lekin kesim fe'l faqat be keldi. Buni keyin so'zlaymiz. Anki o'rin vaqt keldi. Masalan, I must do. Men cho'qim qilishim kerak. Endi buni savol jumlasi shu. Savol jumlasi faqat must oldiga chiqarib olsanglar, savolga aylandi. Must I do? Men cho'qim qilishim kerakmi? degan gap. Endi bu ingliz tilidagi, ya'ni must dan kelgan jumladagi oddiy so'roq jumla. Oddiy so'roq jumlaning oldiga men sizlarga deb kelyapman, sizlar yaxshi bilasizlar, alohida so'roq so'zlarni qo'yishga bo'ladi. Masalan, must I do degan nima bo'ldi? Men cho'qim qilishim kerakmi? Unda bo'lsa, buning oldiga alohida so'roq so'zdan biz o'rganib o'tgan what nima deganini qo'yib boqaylik. What must I do? Endi diqqat qilinglar. Alohida so'roq so'zlari jumla ichiga kelgan chog'da, ya'ni demak so'roq jumla kelgan chog'da butkul jumla alohida so'roq so'zga beqinib tarjima qilindi. Ya'ni
I must I do? Men çokum qilishim kerakmi degan jumla tushunadi. What must I do? Men çokum nima qilishim kerak degan gap. Ya'ni must'ni oldiga chiqarib olsak nima bo'lgan bu? Savol jumlaga aylandi ekan, oddiy so'roq jumlaga. Undan keyin buning oldiga alayda so'roq so'zlarini qo'ysak bo'lar ekan, qoidaga o'xshash, ya'ni alayda so'roq so'zlari jumladagi ma'lum bir bo'lakka taqishib qolmasalam bo'ladi. Taqishib qolmasalam bo'ladi. What must I do? Men nima qilishim kerak? Shuning bilan must bilan keladigan jumlaning tartibi mushundoq bo'ldi. Must'ni oldiga chiqarib olsak ham savolga aylandi ekan, uning oldiga nimani qo'ya olar ekanmiz? Alayda so'roq so'zlarini qo'ya olar ekanmiz. Masalan, you must, she must come. Endi diqqat qilinglar, ya'ni fe'l bu yerda cho'qim asli qanday yozilgan bo'lsa, shundoq yozilishi yoki deyilish kerak. She u qiz must cho'qim come kelishi kerak. She must come. U cho'qim kelmasa bo'lmaydi deymiz-ku. Cho'qim kelmasa bo'lmaydi. Ya'ni must degan cho'qim kelish kerak degan nima bilan o'xshaydi? U yo'qligi mundaq qilmasa bo'lmaydi. Shunaqa, she must come. U cho'qim kelmasa bo'lmaydi yoki u cho'qim kelish kerak. Must she come? U cho'qim kelish kerakmi? Ha? Kelmasa bo'lmamda deymiz-ku. Shuni nima deymiz? Must she come? U qiz cho'qim kelish kerakmi? Kelmasa bo'lmamda. Hem bunun aldığı alayı so'roq so'zlarini qo'yish bo'ldi. Masalan, nima uchun? Nima ishga cho'qim kelmasa bo'lmaydi deymiz-ku? Why? Nima uchun? Why must she come? Why must she come? U nima uchun bu yerga kelish kerak? Ya'ni nima uchun kelmasa bo'lmaydi yoki o'xshash bir gap o'rtatilishini-ku. Why must she come? Ya'ni nima uchun u kelish kerak? Ya'ni boy dedim, ya'ni burun o'rganib o'tdik, ko'p o'rganib o'tdik. Yani addi so'roq jumlalarga alayda so'roq so'zlarini qo'yish bo'ldi. Faqat jumladagi ma'lum bo'lak taqashmasa yoki logikalik xatolik chiqmasa. Undan so'ng why must she come? U nima uchun kelish kerak? Endi when, qachon deb qo'yib qo'yaylik. When must she come? U qachon kelish kerak? Where must she come? U nega kelish kerak cho'qim? How must she come? U qanday kelish kerak? Ko'ylak kiyish kerakmi yoki kostyummi? Yoki taksidimi yoki avtobusdimi? Yoki vaqtida kelish kerakmi, kechikib kelsin bo'lamdi? How must she come? U qanday kelish kerak? Ya'ni demakchi must, should, can, could bilan kelgan jumla ingliz tilida qanday tartibda kelgan? Must, should, could, can kelgan, anondan keyin nima kelgan? Xabar, fe'l kelgan. Fe'l ikki cho'ng turga bo'lindi. Be-fe'l, kesim fe'l, aniki harakat fe'li edi. Unda vaqtida kesim fe'lning men qanday bo'lganligini biz keyin deymiz. Hozircha must'dan keyin harakat fe'li keldi ekan, shundan menda qilishi kerak. Menda qilmasa bo'lmaydi degan ma'noni bildirgan desang bo'ldi. Must'ni oldiga chiqarib olsaklam, oddiy so'roq jumlaga aylandi ekan, uning oldiga logika taqashmagan ahvol ostida biz alayda so'roq so'zlarini qo'ysak bo'ladi ekan. Shuning bilan must to'g'riliq tushuncha mishada oxirlashdi. Endi keyingi nuqta come in. Birinchi nuqta come in. Come in degan kiring degan gap. Come degan kelish degan ma'nosi bor. Inni qo'shib etsanglar ishchi degan ma'nosi bor. Come in. Ya'ni ichiga kiring degan gap nima bo'ldi? Kiring degan ma'nosi bor. Shut the door. Qaranglar, ya'ni bizning jumla tartibi chiqadi. Shut. Iting. The door. Nimani? Eshikni. Ya'ni ingliz tilida qanday tartib bilan keldi? Xabar keldi, xabarning keyin kimni, nimni, kimga degan gap keldi. Ya'ni to'ldiruvchi keldi demakchi. Shut the door. Eshikni yoping. Open the window and air the room. Ya'ni open the window. Ya'ni derizani oching hamda air the room. Ya'ni uyning havosini almashtiring. Put these clothes in the wardrobe. Ki bu kiyimlarni kiyim shkabiga solib eting. Endi put degan qo'yish degan ma'nosi bor, lekin qo'yish degan ma'nosiga in qo'shilsa vaqtida put in bo'lsa ichiga qo'yish degan gap, ya'ni selish deymiz uyg'ur tilida. Ichiga solib eting, kiyimni kiyim shkabiga solib eting. Endi diqqat qildiringlar, put in. Buni ayirib ishlatish bo'ldi. Putning keyindan palonch narsa deb in palonch narsaga. Masalan, put your handbag in the box. Seling, sizning qo'l sumkangizni in the box eshikning ichiga seling.
Ya'ni seling bir narsani in balanç narsaning ichiga deb olsanglar eng to'g'ri chiqadi. Put your shoes in wardrobe. Masalan, shoes deganni unutmaydiku, oyoq. Oyog'ingizni naga seling deydi, kiyim shkabiga solib eting. Put these clothes in the wardrobe. Ki bu kiyimlarni kiyim shkabiga solib eting. Endi put degan qo'yish degan ma'nosi bor, lekin qo'yish degan ma'nosiga in qo'shilsa vaqtida put in bo'lsa ichiga qo'yish degan gap, ya'ni selish deymiz uyg'ur tilida. Ichiga solib eting, kiyimlarni kiyim shkabiga solib eting. Endi diqqat qildiğinizda put in. Bunu ayırıp işletiş bo'ldi. Put'ning kendin palanç narsa deb in palanç narsaga. Masalan, put your handbag in the box. Seling sizning qo'l sumkangizni in the box eshikning ichiga seling. Ya'ni seling bir narsani in palanç narsaning ichiga deb olsanglar eng to'g'ri chiqadi. Put your shoes in wardrobe. Masalan, shoes deganni unutmaydiku, oyoq. Oyog'ingizni naga seling deydi, kiyim shkabiga solib eting. Put apples almalarni qo'ying ichiga in the refrigerator. Ya'ni to'nglatqining ichiga qo'ying. Ya'ni put apples in the refrigerator. Almalarni to'nglatqining ichiga qo'ying. Qo'ying degan uyg'ur tilida deymiz, qo'ying demaymiz, seling deymiz. Almalarni to'nglatqiga solib qo'ying deymiz-ku. Put apples in the refrigerator. Ya'ni almalarni to'nglatqiga solib qo'ying. Andan keyin bir so'z chiqdi, then. Then degan uyg'ur tilida andin keyin degan ma'no chiqadi. Okay, andin keyin. Masalan, then make the bed. Undan keyin nima? Karvatni yig'ishtiring, karvatni ratlang deydi. İşte ular bizningki bugunlik darsimizdagi, ya'ni ingliz bugunlik 29-darsdagi grammatikalik nuqtalar shu. Bu intayin muhim nuqtalar, cho'qim qayta anlanglar, tushunmasanglar mendan so'ranglar. Buni biz mashq darsda, ya'ni ko'plab mashq qilamiz, shu orqali tushunib olasizlar. Agar qat'iy tushunmagan holatda mendan so'rasanglar bo'ladi. Endi tekstning tarjimasiga qarab boqaylik. Mrs. Jones, bu tekstning coming ame degan tekstgan. Kiring ame degan shunaqo. Mrs. Jones nimada Jones xonim coming ame dedi. Kiring ame degan gap. Ko'z oldimizga odamga buyruq o'tinish talaffuz so'zlagan chog'da biz nima deymiz? Ya'ni udli sig'lam you-ni qo'shmay bevosita fe'lni desanglar ham bo'ladi. Coming ame, kiring ame degan gap. Ama bu yer kiring datamda, kira datamda biz bunu o'qimaymiz. Chunki uyg'ur tilida buni bak araymiz. Kira, kiring, kirsizlar, kirsingiz deymiz. Endi ingliz tilida birlam gap, ya'ni udli sig'lam deydi. Xulosqa coming ame, kiring ame. Shut the door, please. Shut eting the door. Nimani? Eshikni. Shut the door, please. Eshikni yopib eting. Please degan gap hurmat so'zi dedi-ku, takalluf so'zi. Eshikni yopib eting. This bedroom is bu yataq uy bo'lsa very untidy. Bu yataq uy baqqalayam bo'lib ketibdi. Dedi ayol. Ya'ni uyning egisi. Aminim deydigankin what must I do? Mrs. Jones, what must I do? Lan qanday gap qolganini men grammatik nuqta so'zladim. Men nima qilsam bo'ldi? Jones xonim dedi oila xizmatchisi. Open the window. There is nature. And air the room. And degan unutmaydiku. And qanaqa qiling air the room. There is nature. Havoni almashtiring. Then undan keyin put these clothes in the wardrobe. Put these clothes. Qaranglar, aniki qo'ying bu kiyimlarni. To'ldiruvchi kelyapti. Nimani bu kiyim? Naga in the wardrobe. Kiyim shkabiga. Ya'ni ingliz tilining tartibi davomli o'xshashgan, avval pil kelgan. Put, qo'ying. Nimani? To'ldiruvchi kelgan. These clothes. Bu kiyim kechaklarni. Naga in the wardrobe. Ya'ni kiyim shkabiga. Agar bu yerda bir vaqt kelsa, bu o'rinning maqsadi keldi demakchi. Nosa put these clothes, ya'ni ingliz tilida bu kiyimlarni kiyim shkabiga qo'yib qo'ying
Selevitang deganim ne ekemiz? Put, qo'yib qo'ying ne ekemiz? Nagisi qo'yib qo'ydi ekan? Nimani qo'yib qo'ydi ekan oldi bilan? These clothes. Nagi qo'yib qo'ydi ekan? In the wardrobe. Yani kiyim shkafi selevitang. Yani demakchi, bu ingliz tilidagi haqiqiy bilan kelgan jumlaning tartibi bilan o'xshaydi. Yani pel kelgan, to'ldirg'ich kelgan, andan keyin o'rin kelgan. Then undan keyin make the bed. Endi make the bed deganini deb o'tdik. Yani karvatni yig'ishtirish degani make the bed deydi inglizlar. Make the bed yig'ishtirish degan gapni make bilan ifodalaydi. Biz buni o'rganib o'tgan burun make degan gap mashinaning markasiga make deydik, lekin bu ingliz tilida intan ko'p ma'nosi bor. Make degan yasash, itish, qilish, yig'ishtirish degan ma'nosi chiqadi. Bir-birlab chiqqan chog'da o'rganamiz. Make the bed degan bu yangi darsimizdan bo'lgan karvatni yig'ishtirib o'tang. Dust surting the dressing table. Kiyim stulni, kirim stulni surting. Anga qismkan then undan keyin sweep the floor. Undan keyin polni surting. Bu tekstda diqqat qilinglar, haqiqiy fe'llar bilan kelgan jumlaning tartibi ega keldi, xabar keldi, o'rin to'ldirg'ich keldi, andan keyin o'rin keldi, anga qisqa vaqt keldi. Shuna bo'lgan chaqda bu jumla hozir deyilayotgan gaplarning tartibi o'xshash. Garchi bu yerda buyruq, o'tinish yoki undash shakl deyilayotgan bo'lsin-bu, lekin bundan keyindagi to'ldirg'ichi, ya'ni to'ldirg'ich pati keldi. Undan keyindan nima kelgan? O'rin kelgan. Agar vaqt bo'lib qolsa qisqa nima kelgan? Vaqt kelgan. Bu ingliz tilidagi haqiqiy fe'llar bilan tuzilgan jumlaning tartibi. Ega, xabar, to'ldirg'uchi, o'rin, vaqt. Ya'ni bu ishni esingizda tutib olsanglar, bir fe'lni bilib olsanglar, o'rinning ismini bilsanglar, vaqtni bilsanglar, shu ishni deb ketaversanglar, xatolashmaysizlar ingliz tilida. Albatta bu zamonlar bor, buni aldirmay o'rganamiz. Bugungi tekst intayin muhim, cho'qim men degan gaplarni nihoyat yaxshi anglanglar, tushunmaganlarni biz mashq darsida o'tamiz hamda ayrim so'rasanglar bo'ladi. Endi men 29-darsning tekstini o'qib berishdan burun menda bir gapni sizlarga intayin muhim gap sifatida deb qo'yay. Ya'ni ingliz tilida so'ziq tovushlar boshlangan so'zlar, oldidagi so'zlar qo'shib bilan bir so'z sifatida o'qilaversa bo'ladi. Masalan, come in deb jumaysizlar, come in. Çünkü come'ga in biroqli qo'shib xuddi bir so'zdek talaffuz qilib bo'ladi. Ya'ni har qanday so'ziq tovush bilan boshlangan so'zlarni oldidagi so'zga qo'shib xuddi bir so'zdek talaffuz qilaversanglar bo'ladi. Bu intayin muhim narsa, biz aldirmay yana qayta mashq qilamiz. Garchi qayta mashq qilsaqmi bir-birlab degashtiray. Ya'ni so'ziq tovushdan boshlangan ingliz tilidagi so'zlarni oldidagi so'zlarni qo'shib bir so'zdek talaffuz qilib chiq bo'ldi. Shunlashqa yerda come in deb jumlasang bo'ldi. Come in. Tekstning asli qo'lishi. Come in, Amy. Shut the door, please. These bedrooms very untidy. What must I do? Mrs. Jones. Open the window and air the room. Then put these clothes in the wardrobe. Then make the bed. Dust the dressing table. Then sweep the floor. Cümlenin tekstinki normal o'qilishi. Come in, Amy. Shut the door, please. These bedrooms very untidy. What must I do, Mrs. Jones? Open the window and air the room. Then put these clothes in the wardrobe. Then make the bed. Dust the dressing table. Then sweep the floor. And the tekstin tiz o'qilishi. Come in, Amy. Shut the door, please. These bedrooms very untidy. What must I do, Mr. Jones? Open the window and air the room. Then put these clothes in the wardrobe. Then make the bed. Dust the dressing table. Then sweep the floor. Endi 30-dars. Avval so'zlikka qarab boqaylik. 30-darsning so'zliklari. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Agar. Ag'imni qo'sak am, ni qo'sak amp, tqini qo'sak ti.
empty. Biz buni o'rganib o'tgan quruq bo'sh beka deb o'rgangandik-ku. Endi buni fe'llik ma'nosi bor. Ya'ni fe'l bo'lgan chaqda bekalash, quruqdash, bekalash, quruq degan ma'nosi chiqdi. Quruqdash, bekalash. Ma'lum bir narsa to'kib o'tish yoki ichini bekalashni biz nima deymiz? Empty. Ha, quruqdash, bekalash degan gap. Mana so'zning birinchi tavsiyam ekan rga. Rga i'ni qo'shsak read. Mana so'zimizda dedi-ku read. Ni qo'shsak read. Read degan gap o'qish degan gap, ha, o'qish. Keyingi so'zning birinchi tavsiyam ekan shga. Shqarni qo'shsak sharni qo'shsak shar. Pqni qo'shsak pin. Sharpen. Sharp degan o'rgangan o'tkir deb o'rgangan. Buning fe'llik ma'nosi nima ekan? Fe'lni qanday deymiz? Sharpen deymiz. Buning uyg'ur tilidagi ma'nosi birinchisi ushlash. Masalan, qora qalamni yana bir narsani ushlash, sharpen yoki o'tkirlashtirish. Ikkinchi ma'nosi bilash. Masalan, pichoqni bilash. O'tkirlashidi-ku, sharpen deymiz, ha, shuni. Mana so'zning birinchi tavsiyam ekan pga. Pqni qo'shsak p, tni qo'shsak put. Akin ekan aka, ag'ni qo'shsak on. Put on. Diqqat qilinglar, men tekstni tushundirgan chog'da dedim. Ya'ni so'zliq tovush bilan boshlangan so'zlar oldidagi so'zlarni qo'shilib xuddi bir so'zdek talaffuz qilinsa bo'ladi. Undasa on degan qarsanglar a bilan boshlanib turishadi. Unda bu so'zliq tovush ekan put bilan bevosita qo'shib talaffuz qilsam bo'lishunga putan, ha, putan. Putan, ha, putan. Putan degan gap kiyish degan gap. Ammo so'zning birinchi tavsiyam ekan chiqqan. Chiqqan qo'shib t qo'shsak take, ha, take. Akin ekan mana atmamas eshakmas hech ekan oga, og'a fni qo'shsak off, take off, ha, take off. Take off degan gap selevitish degan gap. Ya'ni o'xshash qayda offni qo'shib o'qiymiz take off. Take off degan selevitish, ha, kiyim-kechakni. Mana so'zning birinchi tavsiyam ekan chiqqan. Chiqqa urni qo'shsak turn, qo'shsak turn. Akin ekan aga, ag'a ni qo'shsak on. Turn on. Turn on. Yani ben dedim on sözlük tavsiyen başlanıptı. Onda olsa bunu qo'shiblam turn on. Turn on. Turn on. Turn on. Yani bırakla qo'ydingizlar. Xuddi bir so'zdek talaffuz qilib olsanglar bo'ladi. Emniyat bu so'z berikmisi, ha. Turn on. Turn on. Turn on degan gap echish. Echib qo'yish degan gap, ha, echish. Keyin so'zning birinchi tavsiyam ekan, ya'ni turn ekan, ya'ni off, turn off. Turn off degan gap, ya'ni taqash, o'chirish degan gap. Off qarasang, ya'ni o ekan, bu so'zliq tovush deb o'rgandik. Unda bo'lsa turn bilan qo'shib o'qib bo'ldi. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Turn off degan gap, ya'ni taqash, o'chirish degan gap. Masalan, televizorni yoki chiroq. Bütün so'zliklarning o'qilishi. Empty, quruq, quruqdash, bekalash. Read, o'qish. Sharpen, ushlash, bilash. Put on, kiyish. Take off, selevitish, selish. Turn on, echish, echib qo'yish. Turn off, taqash, o'chirish, itivitish. Empty, read, sharpen, put on, take off, turn on, turn off. Endi 30-darsning teksti qarab boqaylar. 30-darsning teksti biz o'rganib o'tgan open, shut your, ya'ni eching, eting sizning bir narsangizni, put on, take off, kiying yoki seling bir narsangizni, turn on, turn off the, ya'ni o'chiring yoki yiqing palanish narsani, sweep the, supuring palanish narsani, clean the, ya'ni tozlang palanish narsani, dust the, surtung palanish narsani, empty the, ya'ni bekalang, ya'ni shirkin to'kuytung palanish narsaniki, anandan keyin read this, o'qing buni, bu palanish narsani, sharpen these, ya'ni ushlang yoki bilang palanish narsani degan mushtekisga buni yezib o'tmayman, faqat bir qatim o'qib birma, ko'plab mashq qilsanglar bo'ldi. Birinchi qo'rdikilar. Open your window, derazingizni oching. Open your handbag, sumkangizni oching. Open your table, ya'ni ustalni oching, ustalni tortmasini. Open your case, chamdoningizni oching. Open your book, kitobingizni oching. Shut your, yeping. Shut your window, ya'ni derazingizni yeping. Shut your handbag,
Qo'l so'mkangizni yetib eting. Shut your table. Ya'ni üstünüzni yepib eting. Shut your case. Chamdanıngizni yepib eting. Shut your book. Kitobingizni yepib eting. İkinci qo'ldagilar put on kiying. Put on your shirt. Yani ko'ylingizni kiying. Put on your watch. Soatingizni taqing. Put on your shoes. Oyog'ingizni kiying. Put on your tie. Galstukingizni taqing. Put on your shirt. A blouse. Ko'ylingizni kiying. Put on your suit. Kostyumingizni kiying. Take off your shirt. Ko'ylingizni silib eting. Take off your watch. Qo'l soatingizni ilib eting. Take off your shoes. Oyog'ingizni silib eting. Take off your ties. Galstukingizni ilib eting. Take off your blouse. Ko'ylingizni silib eting. Take off your suit. Kostyumingizni silib eting. Turn on. Yaqin. Turn on your radio. Yani radioni açing. Turn on your TV. Yani television. Televizorni açing. Turn on your lights. Yani chiroqni açing. Turn on your tap. Yani tap degan jumak degan gap. Suvni açing. Yani jumakni açing. Turn on your radio. Yani radioni açing. Endi turn off. Yepib eting. Yetib eting. Turn off your speaker. Yani nimani yetib eting deydi u yangratqini yetib eting. Turn off the TV, television. Yani televizorni yetib eting. Turn off lights. Chiroqni o'chirib eting. Turn off tap. Yani turbini yetib eting. Turn off the nimdeydi anga qistik nim ekan? Yani anga qistikisi radio ekan. Turn off the radio. Radioni yetib eting. Endi 3-chi qo'ldagilar sweep, supurang. Sweep the floor. Polni supurang. Sweep the floor. Polni supurang. Sweep the living room. Mehmonxona uyini supurang. Sweep the bedroom. Yani yotoq uyini supurang. 5-chi qo'ldagilar dust, surting. Dust the bed. Yani karvatni surting. Dust the dressing table. Yani kirim ustini surting. Dust the shelf. Shkafni surting. 6-chi qo'ldagilar empty, bekalang. Empty the cup. Yani piyolani bekalab eting. Empty the box. Yani qutini bekalang. Yani eshikni bekalang. Empty the bottle. Butulkani bekalang. Empty the case. Yani chamadonni yoki qutini bekalang. 7-chi qo'ldagilar read this. Buni o'qing. Read this book. Bu kitobni o'qing. Read this journal. Bu jurnalni o'qing yoki magazine jurnalni o'qing. Read this newspaper. Bu gazetni o'qing. Sharpen the pencil. Yani nima qora qalamni ushlang. Sharpen these knives. Yani bu pichoqlarni bilang deydi. Open your window. Open your handbag. Open your desk. Open your case. Open your book. Shut your window. Shut your handbag. Shut your desk. Shut your case. Shut your book. Put on your shirt. Put on your watch. Put on your shoes. Put on your ties. Put on your blouse. Put on your suit. Take off your shirt. Take off your watch. Take off your shoes. Take off your tie. Take off your blouse. Take off your suits. Turn on the speaker. Turn on the stereo. Turn on the television. Turn on the light. Turn on the tap. Turn on the radio. Turn off the stereo. Turn off the TV. Turn off the light. Turn off the tap. Turn off the wire. Turn off the wire. Turn off the radio. Clean the car. Clean the window. Clean the refrigerator. Clean the cooker. Yani mashinangizni tozalang, derazangizni tozalang, to'nglatqini tozalang, nima o'choqni tozalang. Dust, yani surting. Dust the bed. Dust the dressing table. Dust the shelf. Empty, bekalash. Empty the cup. Empty the box. Empty the bowl. Empty the case. Read this. Buni o'qing. Read this book. Read this magazine. Read this newspaper.
Sharpen these, ushlang, bilang. Sharpen these pencils. Sharpen these knives. Qadarlik savdolashlash to'g'ri bilan bizningki 29-30 darsimiz tugadi. Çarşamba kunlik mashq darsimizda biz 29-30 darsning mashqini tangli olib boramiz. Shunlashqa sal qiylansanmi, ya'ni ko'proq vaqtni chiqarib bu ishga darsni yaxshi ko'ranglar. Bu ishga dars intayin muhim. Kelar soatlik darsdan boshlab biz ingliz tilidagi zamonlarga chiqib ketamiz. Shunlashqa vaqtni ching tutib takror qilishga tegishli yerlarni vaqtida takror qilinglar. Şunun bilan bizningki bugunlik 29-30 darsimiz mushayat oxirlashdi. Bizning kursimizningki haqi 45 euro intayin azan deyishga bo'ladi. Agar qatnashishni xohlaydiganlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ldi, ha?